Kamera motor, поехали. Boshlandimi? Xayrli kun. Siz bilan Fox ko'rsatuvining navbatdagi soat. Ko'rsatuvimiz shunday zo'r ko'rsatuvki, unda Angelina Jolie, Jackie Chan va Kamronlar boshlovchilik qilish kerak edi. Ammo maosh masalasida faqat Kamron to'g'ri keldi. Noqosta? Maosh berishdi. Bugungi ko'rsatuvimizda Annabellening la'nati filmi davomi haqida so'zlab beramiz. Smayliklar bizning xatlarga qayerdan kelishini bilib olamiz. Nima bu? Va yana yangi kinopremyeralar bilan tanishtirib chiqamiz. Keyingi kino nima edi-ya? Eng ko'p nimadan qo'rqasan? Jarima xat kelishidan, Yanachi. suvchi kelishidan. Keyingi hafta ulardan ham qo'rqinchliroq narsa bo'ladi. Suvchilar jarima xatini olib kelishadimi? Nima? Qizimizdan ayrilganimizdan so'ng biz uni yana ko'rish uchun iltijo qilganmiz va u bizga javob berdi. Keyin esa qo'g'irchoqning ichiga kirib olishni so'radi. Ammo biz bu bizning qizimiz emasligini tushundik va uni qulflab qo'ydik. Warner Brothers va New Line Cinema kompaniyalari Annabellening la'nati filmi davomini taqdim etishdi. Rejissyorlik ishi bu kabi janrdagi filmlar bilan yaxshi tanish bo'lgan David Sandbergga topshirildi. Menga yordam berasanmi? Senga nima kerak? Qizaloqning mudhish o'limidan bir necha yil o'tgach, qo'g'irchoqchi va uning turmush o'rtog'i Rohiba va mehribonlik uyidan bir necha yosh bolalarni o'zlarining uyiga chaqirib olib kelishadi. Va ular qo'g'irchoqchi yasagan yovuz Annabellening o'ljalariga aylanishadi. Meni kechiring, men gunoh qilib qo'ydim. Shuni ta'kidlash joizki, film ssenariychilarini qo'g'irchoq bilan bog'liq bo'lgan hayotiy voqea ilhomlantirdi. Ushbu qo'g'irchoq hozirgi kunlarda ham Warrenlar muzeyida saqlanib kelinadi. Endi esa kino yangiliklar sahifasi. Ko'pchilik bilmaydiki, ko'p ommabop filmlarning yakuni bir necha variantdan iborat. Bu bir nechta omillar ssenariy mualliflari va rejissyorlarning studiya rahbari bilan tushunmovchiligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bugun biz sizlarga muqobil yakunga ega bo'lgan bir necha mashhur filmlarni taqdim etamiz. Yangi o'rgimchak odam, yuqori kuchlanish. Hammamiz bilamizki, Peter Parker yetim bo'lgan va uni May ismli xolasi tarbiyalagan. Biroq yuqori kuchlanishning ikkinchi xil yakunida tomoshabinlarni syurpriz kutib turadi. Peter Parker ota-onasi qabri boshida o'tirganda erkak odam paydo bo'ladi va Peterning otasi bo'lib chiqadi. Keyin esa qahramonlar o'rtasida dramatik suhbat bo'lib o'tadi. Biroq rejissyorlar filmning yakuniy variantiga bu sahnani kiritmaslikka qaror qildi. Men afsonaman. Filmning asl yakunida Will Smithning qahramoni Anna va uning o'g'li qutqarilib qolinishi uchun ko'p sonli zombilar bilan birga o'zini portlatib yuboradi. Muqobil yakunda esa o'ziga tajriba uchun ajratilgan ayol zombini virus bilan zararlangan zombilarga berib yuboradi. Ular o'z yo'llariga ravona bo'ladi. Doktor esa Anna va uning o'g'li bilan jo'nab ketadi. Mr. va Mrs. Smith. Esingizda bo'lsa,